Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 1-sinf tarbiya darsligida berilgan mustahkamlash mavzusini ko'rib chiqamiz. Mustahkamlash men va fazilatlarim bo'limi uchun berilgan. Darsimizdan asosiy ko'zlangan 3 ta maqsad. Ta'limiy maqsad: o'quvchilarga fazilat tushunchasini tushuntirish. Halollik, mehribonlik, odoblilik, to'g'rilik, sabr-toqat, mehnatsevarlik kabi ijobiy fazilatlar haqida bilim berish. Tarbiyaviy maqsad: o'quvchilarda yaxshi xulq, odob, halollik, insonparvarlik, kamtarlik kabi fazilatlarni tarbiyalash, yomon xatti-harakatlardan saqlanishga o'rgatish. Rivojlantiruvchi maqsad: o'quvchilarning axloqiy fikrlash, tahlil qilish, baho berish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish, nutqini, fikrini ifodalash, o'zini baholay olish va boshqalarni tinglash madaniyatini rivojlantirish. O'quvchilarga o'tgan dars yuzasidan quyidagicha uyga vazifa berilgan. Uy hayvonlaridan birining rasmini chizing. Siz chizgan uy hayvonining qanday foydasi bor? Uy hayvonlarini qanday parvarish qilish kerakligi haqida gapirib bering. O'quvchilar chizib kelgan har bir rasm ko'rib chiqiladi va ularning foydasi, ularni qanday parvarish kerakligi haqida o'quvchilarning javobi tinglanadi. O'quvchilarga berilgan uy vazifasini tinglaganimizdan so'ng yangi mavzuga o'tamiz. Yangi mavzumiz bo'lim yuzasidan mustahkamlash. Biz bu bo'limda men va fazilatlarim haqida gaplashdik. Ya'ni ishonch, halollik, men mustaqil bo'laman, asrab-avaylaymiz kabi mavzular uchun berilgan mustahkamlash darsi. Darslikda berilgan og'zaki topshiriq bajariladi. Men va fazilatlarim mavzusidagi darslardan nimalarni eslab qoldingiz? O'quvchilarning bir nechtasining fikri tinglanadi. Ikkinchisi, rasmlarga qarang. Bolalarning yaxshi ishlari qanday natijalarga olib kelishini o'ylab ko'ring. Darslikda berilgan toshbaqa bilan quyon masali o'quvchilarga o'qib beriladi va bu masala yuzasidan muhokamalar olib boriladi. Quyon nima uchun g'olib bo'lishiga ishondi? Toshbaqaning yutug'i sababi nimada? Hayotda kimlar ko'proq natijaga erishadi? Kabi savollar bilan o'quvchilarga yuzlanamiz. O'quvchilar bu savollarga ikkilanmasdan tezda javob berishadi. Bunday bo'lishi uchun o'qituvchi o'quvchilarga masalni o'qib bermasdan oldin darsga o'quvchilarning diqqatini qaratadi. Bunda qarsak metodidan foydalanishimiz ham mumkin. Muhokama tugaganidan so'ng yozma topshiriq bajariladi. Berilgan so'zlarning ma'nosiga yaqin va qarama-qarshi bo'lgan so'zlarni toping. Bizga mehribon, to'g'ri so'z, g'amxo'r, mustaqil kabi so'zlar berilgan. Bir xil va qarama-qarshi so'zlar tushunchasi o'quvchilarga tushuntiriladi. Misol tariqasida mehribon so'zi qatnashgan katakchalar to'ldiriladi. Mehribon so'zi bilan bir xil bo'lgan so'z shafqatli so'zni olishimiz mumkin. Qarama-qarshi so'zga esa bag'ritosh so'zini olamiz. Endi o'quvchilar bilan birgalikda quvnoq daqiqa o'tkazib olamiz. Daqiqa tugaganidan so'ng darslikda berilgan rasmga o'quvchilar diqqati qaratiladi. Belgilarni daftaringizga chizing. Bu belgilar nimani anglatadi? Biz bunga qo'shimcha ravishda boshqa belgilarni ham o'quvchilarga tushuntirib berishimiz mumkin. Shu zaylda darsimiz davom ettiriladi. O'quvchilarni darsga qiziqtirish maqsadida darsimizga taalluqli bo'lgan multfilmni ham qo'yib berishimiz mumkin. O'quvchilar bilan birgalikda darslikda berilgan keyingi rasm yuzasidan xulosalar olib boriladi. Darslikda berilgan 5 ta savolga o'quvchilar tomonidan javob tinglanadi va multfilm yuzasidan savol-javoblar o'tkaziladi. Darsimizni mustahkamlash uchun havo shari metodidan foydalanishimiz mumkin.
Quyidagi tasvirda berilgan ko'rinishdagi havo sharlari yasaladi va har bitta havo shariga mavzu yuzasidan va bo'lim yuzasidan savollar tashlanadi. Har bir o'quvchi havo sharini olib, ichidagi savolga javob beradi. Darsimizda keyingi bosqich rag'batlantirish bosqichi. Rag'batlantirishda quyidagi 4 xil usuldan foydalanishimiz mumkin. Yulduzchalar jadvali, stiker yoki smayli kartochkalari, mukofot qutisi, maqtov diplomi yoki sertifikat. Endi o'quvchilarga uyga vazifa beramiz. Bu bo'lim yuzasidan bo'lganligi uchun vazifalarni ham ko'proq berishimiz mumkin. Daftarga "Menda qanday yaxshi fazilatlar bor" mavzusida 3-4 gap yozing. Yaxshi fazilatli bola nomli kichik rasm chizing. Oilangiz a'zolaridan birining yaxshi fazilatlarini yozing va uni nega qadrlashingizni tushuntiring. Darsimizni to'liq ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.